Xotin kelar, tirs. Yurak qilar juz. Puldan cho'zing, dirs. Ering aytar qis. Shundoq romantichniy pul so'rashi ham uvol qildi. Ha? Endi umrimiz qisish bilan o'tib ketar ekanda. Ha, endi xalqimiz orasida qisgan boy bo'ladi degan gap bor xotinjon. Unda nimaga men boy bo'lmayapman? Endi xotinjon, sen yaxshi qisa olmayapsan-da. Buni muntazam qisib yurish kerak. Bo'ldi-ye. Menga qarang siz. Kechadan beri bitta gap aytaman deyman, esimdan chiqib ketadi. Nimaga bir haftadan beri telefoningizga kira olmayapman? Telefonimni ochib kirish uchun meni pansha ham kerak. Yurak urishim kerak. Ko'z nurim kerak. 78 ta meni tilimdan chiqqan so'z kerak. Demak, sizni basharangiz bilan xunukgina ovozingiz kerak ekanda. Shunda sizni telefoningizni ochsam nima bo'ladi? Ko'p narsalar rasvo bo'ladi. Shunda telefoningizni ochsam yana janjal bo'ladimi? Ne to'lka janjal, vayna bo'ladi. Yo'q-e. Telefonim ochilsa borku, biz bitta janjal bilan qutulmaymiz. Mahallada bir 4-5 ta oilani parokanda qilib ketamiz. Shunaqami? Mayli. Bu yoqqa keling. O'zingni sotin, o'zingni bos. Bu yoqqa keling. Hozir basharangizni tashlayman. Yo'q, tashlayman. Bu yoqqa keling deb tashlayman. Hazillashmang ustu. Bu yoqqa keling deb. Bu yoqqa keling, to'g'risini ayting. Telefonda nima bor? Xotin top-toza deyman-ku, kristalli toza telefon. Qanaqa bo'ladi? Endi bir hazillashdim-da. Ha, kelin. Ha, o'g'lim, nima gap? Hozircha tinchlik. Ha, tinchligi? Tirigimi sanish qilib, ovozing chalamurdan ovoziga o'xshab chiqdi. Biroz tirikman. Demak tirikman, aniq tirikman. Kelin, erkak kishining telefonini titish noiymondandir. Iymoni sust. Bolalarim, sizlarga baxtli bo'lish sirini aytaymi? Mazza qilib yashaysizlar, kayf qilib yashaysizlar. Ha? Ayting. Endi bolalarim, men ham onaman, sizlarni o'ylayman. Bir marta ko'rsataman, eslab qolinglar. Ha, ko'rsating oyijon. Ko'rsating. Hozir ko'rsataman. Bu baxtning kaliti. O'g'lim, mana bunisi senga. Kelinjon, mana bunisi sizga. Ha? Oyi, baxtni sal juplab qo'ydingiz-da. Ha, juplab juft bo'lib yashaylar. Aytgancha buni yo'qotmanglar, ha? So'rasanglar yana bor, beraman. Menga qarang, juplash nima degani? Ko'zingni qis deganim. Assalomu alaykum, adasi yaxshi keldingizmi? Bele, sana piyoz hidi kelyapti, yog' hidi kelyapti. Urib tashlabdi-ku. Sen o'zing o'xot qilib qarashni bilgan yer ishdan kelyapti-ku. Adasi, men ham o'zimga qarashim uchun o'xot qilish uchun pul kerak, mablag' kerak. Senga qancha pul bersam ham o'zgarmaysan baribir. Shunaqami? Mashinangizni kirligini ko'ryapsizmi? Hop, nima qilibdi? Shunga ham hozir biz xarajat qilamiz, mehr beramiz, ana o'shanda ko'rasiz. Voy, mana shu mashina menikimi? Top-toza bo'lib, idealni hozir qo'yibdi-ku, xotin. Ko'rdingizmi, mashinangizga ozgina rasxod qildi, zo'r bo'ldi. Men ham xotiningizman, menga ham ozgina pul qizg'anmasdan rasxod qilsangiz, men ham chiroyli shirin bo'laman. Endi buni yili yengidi. Qancha pul sarflasang ham ish ko'rinib boradi, chiroyli bo'l. Nima demoqchisiz? Mana qo'shnimizmi, Jigulisi. Qancha pul sarflaydi, qancha remont qiladi, hech bir o'zgarish yo'q. Chunki yili eskidi. Senga o'xshab. Ha, shu erkaklar nima qilib bo'lsa ham ayoliga 1 so'm sarflamasa-da. Qizimni tug'ilgan kuni Dubayga atir oldim, qalay? Zo'r, gap yo'q. Biz sen bilan necha yil og'aynimiz? 7 yil. 7 yil davomida menga mushkambar bo'lsa ham berding. Voy, boshlamagan endi berarman. Qizimga olib berdim, senga ham olib beraman. Atirga qarab qolmagandirsan. Ha, yo'q, bitta o'zi uydamisan. Menga qara, o'ynaymizmi yo'qmi? O'ynaymiz o'rta. Telefoning qo'yib qo'ygan, bunaqa o'ynamaydi. Bitta o'zi uyda ekan, xafa bo'ladi hozir unaqa qilsam. Tushungan? O'ynayver, bo'ldi. Aniq uy-puy yig'ishtirib turgan, ovqat qilib. Kesing. O'tir. Rahmat. Ha, arzimaydi. Voy, men o'tirmaymanmi? Ya, sen o'tirsang ham bo'ladi, prosta xafa bo'ladi. O'rtoq qiz bola bilasan, ertaga asab qiladiki, o'tirib ketur orqada. O'rtoq, mashinangni ber. Tur, 1 soatda bitta joyga o'taman, qaytaman. Ya, ulgurmayman, shuncha ishim bor, tushundingmi sen? Sardor aka, mashinangizni berib turing, haydab keling. Pravasi yo'q.
Tormozni bosib turib, mana buni bosib deygoverasan. Yaxshi, bakovoyga qara. Mashina yo'qmi? Yo'q. Sekin yuraverasan, yur. Aha. O, malades. Stop, endi biz qiyin ishlarga bormaymiz. Tanlab ishlaymiz biz. Ustobo, siz mani uyimga borsangiz, aytgan pulingizni beraman. Mana aytmagan pulimni ham berayotgan odamga boraman ishga. Ustobo, men beraman o'sha pulni, yuring. Qishloqqa bizdan tashqari ustalar qolmagan. Hammasi Rossiyaga ketgan. Xohlaysanmi, yo'qmi, bizning nozimizni ko'tarasan. O'jira, qanaqa qazansan? Ustobo, nima kamchilik? Bor zontiga olib chiq. Xo'p bo'ladi. Ustobo, salqinga o'tib turibsiz-ku, zontik nima kerak sizga? Menga emas, shogirdlarga kerak. Har bitta borib kelganiga boshiga tutib turishing kerak-da, bular soyaga ishlaydi. Ha, men o'zingizga kerak buni o'ylanma. Menga kanzellik xonachani yoqib qo'yasan, eksat damini ola olaman. Yo ketaylikmi, yo'qmiyamizmi? Yo'q, ustobo ishlayring. Dadasi ustalarga makaron solib qo'yaymi? Jinnimisan, hozir ustalar davri kelgan, nozikroq bo'lgan, xo'rozni so'y. Jo'rajon, makaroningiz bilan xo'rozni o'zlaringiz yeysizlar-da, bizga qo'y so'yasizlar, maylimi? Birinchisiga shashlik, ikkinchisiga qozon ko'p, uchinchisiga sho'rvocha qo'y go'shtidan, bo'ladimi? Yo ketaylikmi? Yo'q, ustobo, bo'l. Bilishlar azamat, ketaylikmi? Yo'q, ustobo, bo'l. Ishlayring. Ustobo, beton quyishni boshladinglarmi? Beton ishini boshladi, semen yo'q jo'ra. Semenimiz yo'q. Hayli, bir tonna semen olib kelganman. Endi biz har xil semenlar bilan ishlamaymiz, Jo'rajon. Biz faqat shu Sixop deb nomlangan sement bilan ishlaymiz-da. Nurobod tumaniga yangi zavod ochildi-ku yaqinga. Ana shu sementlarda ishlaymiz. 450 500 markalik juda sifatli yaxshi sementchalar-da. Qandoqdir o'sha sement bilan ishlagim keladi-da mana. Ana shu sementdan top kelasiz, Jo'rajon. Uyingizdan mustahkam bo'ladi-da. Ustobo, hozir qayerdan topaman men ustobani sizga? Mana bizga bor, Jo'rajon. Olib kel. Yo, bu sement yoqmayaptimi sizga? Ketaylikmi? Qaytar. Yo'q, ustobo, bemalol ishlayring. Ustobo, yana bitta ish bor, o'shani qilib bersangiz 2 barobar pul to'layman. Mayli, qani ko'rsat. Mana shu o'y tomni yopish kerak. Ustalar chala tashlab ketgan. Ha, ustobo, nima bo'ldi? Menga birovni chala ishini qilib ber deb aytma. Nimaga ustobo? Ustani chestiga tekkan bo'lasan. Nimaga ustani chestiga tekkanman? Ustalar birovni chala ishini qilishi xuddi jo'rasi gaplashib yurgan qizga o'ylangandek chestiga tegadi. Yomon alam qilar, kimdirlar g'ish terar. Aka, tarvuz beray, olib keting, ey. Tarvuz bormi? Bor tarvuz, bor. Mana sizga tarvuz. Nech pul? Yo, pulingiz kerak emas. Klient bo'lib qolsangiz bo'ldi. Haligi kechagi bergan tarvuzingiz shirin chiqdi, shunga yana olgan kelgandim. Sizga yomon tarvuz bermayman-ku. Qanaqasidan beray? Zo'rdan beraman. Lekin faqat bu safar pulni beraman. Mayli. Opa, tarvuzchi bola bilan gaplashyapsizmi? Qayerdan bilding? Bildim-de. Kechagi bergan tarvuzim qalay chiqdi? O'zingizga o'xshab shirin chiqdimi? Nima yeyishuvdi bular? Ozgina tarvuz yeyishuvdi. Atroflarni bo'lib qolishibdi. Tez больницаga borish kerak. Ha, zo'r chiqdi. Ha, dada, nima qilyapsiz? Ko'rmayapsanmi, tarvuz sotyapman. Yemaymiz-ku shuncha tarvuzni sotaman-da. Qayerga ketyapsan? Men tarvuz olgani? Ha, mayli, yaxshi olib kel. Bu yoqqa. Yaxshi qiz, shirin tarvuzlarimizdan oling. O'zimni tarvuzchim bor. Mana sizga tarvuz. Buni puli kerak emas, faqat klient bo'lib qolsangiz bo'ldi. Voy, rahmat. Voy, tarvuzchi! Voy, bila, bitta klientdan ayrildim-da. Qalaysiz qolibjon aka? Men guldayman. Siz qana? Yigitingiz telefonni ochib, kuchukda shatib kelyapsizmi? Yo'q, men yetmadim. Jinnimisiz? Men jinniman. Sevarani yaxshi ko'raman. Sevarani hammadan qizg'onaman, Telegramni ochganman, SMSlarni o'qiyman. Eng qalin dugonasisanmi? Ha, men. Hamma gap ana o'shalarning ichiga bo'ladi kerak bo'lsa. Men siz yashab bilmayman siz, tushunyapsanmi? Xo'p, bo'pti. Yuring, asablashmang. Qanchadan qancha dugonlarimiz senga ishonib video tashlaydi. Sen hali o'qitib yuribsanmi? O'qimaydilar. O'qidi-ku? Qatam bilasan? Voy, ustiga bosib tursang o'qiladi-ku. Men unaqa qilmayman. Yur bu yoqqa, yur bu yoqqa. Ayur.
Yo'qotan dugonang. Nimaga o'zi bitta ish qoldi? Hamma dugonamni ayirib tashladingiz. Yo uni tanla, yo meni tanla. Menga umuman ham qizig'i yo'q. Dugonaboz bo'lsang, dugonaboz bo'lib yuraver. Emas. Kecha Telegramdan yigiti bilan nima SMS yozsa, sizga tashlab o'tirar ekan. Siz o'qib o'tirar ekansiz. Men bunaqasini ko'tarmayman. Ha, endi yaqinimda. Qazonga yaqin yursang, qarasi yuqadi. Haylo qara. Gul olib o'tiribdi. Gul olib o'tiribdi haylo. Yur yo'qa. Nima qidiryapsiz? Telegramga Saram Match degan Telegram kanaliga ulanganmisan yo'qmi ko'ryapman. Ha, nima u? Ana yaqin atrofdagi bachalarga hozirgi qizlar lokatsiyasini tashlab beryapti, bachalar gul yuboryapti mana. Men u kanalda yo'qman. Bo'lmaysan ham. Agar o'sha kanalga bo'lgan kuning meni yo'qotgan kuning, tushundingmi? Kechiring. Berakada, beraka. Sen o'zi gaplashib yurgan bachalar nechinchi? 2007. O'zingdan kichik bachalar bilan ana shunday gaplashib yuraysanmi? Sevib qoldim-da. Sevib qolding? Uylanib uyga etmadi birontasi hisobasiz, tushundingmi? Bugundan boshlab Sevarasan bilan yurmaydi ham. Yo'qotdi gonangni. Yur oldinga. Uyga tush. O'rtoqjon. Tush oldinga deyapman. O'rtoq. Yo uni tanla, yo meni tanla. Kechiring. Yo'qol. Annem an nach Chikes nur jetzt